Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ah, Yaxshimisiz? rahmat qanaqa charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Pullaringiz yaxshimi? O'qishlari yaxshi Rahmat, ketyaptimi? rahmat. Xudoga shukur. Shu kecha bo'lmay qoldi. Aha, yo'q, hech qisi yo'q. LinkedInga ba'zan shu kompyuterga o'tirganimda qaraymanda. Mm, Telefonimda yo'qda. mm, yaxshi. So, background is okay, Yo'q, I think. he- hech qisi yo'q. It's okay. Well, yeah, to'g'rilasini montaj. Ah, nima? Men ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Yo'q, normalniy, yaxshi. Mm, bo'ldi. Hozir video rekord bo'lyapti hozir. Rekordni bosib qo'yganman. Mhm. Nima? Sizdan LinkedIn. savol berib, tushuntiramiz. Savol Aha, o'zingiz shunaqa sizda kuttirgan. sizda o'sha nima LinkedInni topdim-da. LinkedInda ham o'zi yaqinda ochgandi, bir 2 oy bo'ldimi, 3 oy bo'ldimi, aniq nimasi. Akkauntim bor edi, sali boshqalar bilan connection qilib boshlaganimga bir 2 oymi, 3 oy bo'lgan edi. O'sha LinkedIndan connection qilib keyin topdim-da. Ko'rgandim sizni. Sizni ko'ruvdim-da, ko'rdim. Menimcha boshqa akkauntim yoki kompyuterimda telefonimdan LinkedIn boshqa LinkedInda bu Aha. siz yozgan eski bu Hmm. kompyuterimdagi bu yangisi. Siz Eh, ko'rgandim. Yaxshi. E, Xursandman eh, tanishganim. bu boyagi asosiy shu eh, maqsad shu o'zimizdagi farmatsevtika va meditsina yo'nalishida o'qiyotgan uh, shu talabalar yoki nimalar yordam bo'lishda, ya'ni sal kontent bo'lish, masalan o'zimiz qidirganimizda ham chiqmaydiyu, o'zimizni yo'nalishimizda qanaqadir ishonchli ma'lumotlar yo'q, qanaqa qilib chet elga magistraturaga borish mumkin, buni yo'l yo'rig'i grant yutishtiralari, o'shanaqa nima deydi, ma'lumot topish qiyin bo'lgan o'zim boshida, masalan Bizga izlanish shunday davomida informatsiya kamroq, kam, juda to'g'ri. kam. O'shani qisman to'ldirish maqsadida qanaqadir boshladimda bu narsani. Yaxshi, o'zga omad. Yaxshi yo'ldasiz. Nasib Yaxshi. nasib davom etadi degan umiddaman. Doğrusu Uh, yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi mavzu, kerakli. uh, Farmatsevtika yo'nalishi bo'yicha, meditsina yo'nalishi bo'yicha yaxshi. boyagi universitetingizda ham qarab ko'rdim. Paris Saklay University o'zi top 70talikda turar ekan. Normal, yaxshi, Mhm. yaxshi darajadagi universitet ekan. U avval ko'proq men bu Angliyaning, keyin Germaniya, Shvetsiya, Amerika universitetlariga qiziqqanim uchun, Fransiyadagi universitetlarga qiziqmaganim uchun unchalik ma'lumotga ega emasdim. Qidirib ko'rganimda yaxshi darajadagi universitet. Keyin Yaxshi hozircha. mm, eh, demak, bu demak o'zingizda ozroq tanishtirsangiz, Aha, keyin yana boshlab ketsak bo'ladi. bo'ldi. Men ismim Shuhrat, familiyam Toshtemirov. Samarqand viloyatidaman, Paxtash tumanidan. Uh, Oddiy oilada tug'ilganman, o'qituvchilar oilasida. O'zimizdagi maktabda o'qiganman. Keyinchalik shu Navoiy shahardagi birinchi sonli akademik litseyda o'qiganman, maktabdan keyin tibbiy fanlar yo'nalishida. Keyin tayyorlandik. Toshkent farmatsevtika institutiga o'qishga kirdik. 2020 yil o'sha karantindan keyin birinchi o'quv yilini boshladik. O'sha 2020 yil o'qishga kirib, 2024 yil o'sha sanoat farmatsiyasini, o'sha siz o'qigan sanoat farmatsiyasini bitirdik. Va keyinchalik shu angliz tilini bilganim sababli, keyin qiziqishlar, boshqa omillar sababli chet tilda o'qishga qaror qabul qildik. Keyin chet elga topshirdim. Ko'plab institutlardan o'sha acceptance letter, qabul xatini oldim. Keyin Parijda, ya'ni Fransiyadagi shu Parij Sakleyni tanladim. Shu reytingi, uni mavqeyi, shu dunyodagi farmatsevtikasi
O'sha Parijda ham bilasiz, Sanofi ishlab chiqarish kompaniyasi joylashgan. Mm. Shu kabi sabablarga ko'ra o'zimni qiziqishim, shu fransuz tiliga qiziqishim, a, shular sababli shu chetni tanladim. Hozirda shu Paris Saklayda Drug Development and Health Products yo'nalishida ikkinchi bosqichma, ya'ni o'sha dori va sog'liqni saqlash mahsulotlarini ishlab chiqarish va rivojlantirish yo'nalishida ikkinchi bosqichdaman. Birinchi bosqichni omadli, successfully tugatdik. Hozirda Demak, yaxshi. Rahmat. Ikkinchi kursda ham davom etyapmiz. Oz qoldi. 18 dekabrgacha Xudo xohlasa o'qiymiz. Keyin praktikaga chiqib ketamiz 6 oylik. Hozircha shu bizda. zo'r. Praktikangiz qayerda bo'ladi? Fransiyada praktikam hozircha Ispaniyada, Barselona shahrida topganman. Hozircha kutib turibman. Qolgan bu bitta praktikani o'zimiz topamiz. O'zingiz xohlagan joyingizda, xohlasangiz o'zingiz yurtingizda, xohlasangiz Amerika, Kanada qabul xati olishingiz kerak praktika uchun ham. Hozircha Chexiyadan, Vengriya, e, Ispaniyadan ikkita qabul xati olganman. Kutib turibman yana qolganlarini ham. Keyin oxirida saralab bittasi tanlanadi. Ha, Hozircha Barselona. O'zimga qiziqib turgani va yoqqan mavzu Barselonada, ha, Ispaniya. yaxshi. Demak, qiziq bo'lgan jihat bu grant yutib ketganmisiz yoki o'zingiz moliyalashtirganmisizmi? Sizda migrant bilan kelganman. Birinchi o'sha Fransiya hukumatini Compass France degan scholarship bor, ya'ni o'sha o'zimizdagi Toshkentdagi elchixona tomonidan beriladigan Buxsu scholarship bilan kelganman. Keyin o'sha kelishimdan oldin o'sha o'zimiz bilgan o'sha O'zbekiston hukumatini Ellik umidi scholarshipiga topshirganman, grantiga topshirib kelganman. Hali natijalar chiqmasdan oldin o'zi bu yerga Buxsu bilan registratsiya qilganmanda o'sha Compass France scholarship bilan kelib, keyin uni natijalari chiqqan. O'sha hozircha shu Compass France va Ellik umidi ikkita stipendiya bilan o'qiyman. Demak, ikkala stipendiyani bir vaqtda olib o'qish mumkin ekanda. Ya'ni u Fransiyaning o'zini stipendiyasi nimani qoplab beradi? Ellik umidi nimani qoplab beradi? Nimani qoplab berishiga keladigan bo'lsak, Fransiya hukumatining o'sha Compass France bizda, ya'ni O'zbekistonda qoplab beradigan viza xarajatlarini, ya'ni viza chiqazib beradi, vizaga pul to'lamaysiz. Ikkinchisi 2 ming yevro diskount qilib beradi kontraktingizga. Keyin institut uchun registratsiya to'lovlari bor, ularni to'lab beradi. Keyin yotoqxona olib beradi. Pulini to'lamaydi, yotoqxona olib beradi. Ya'ni yana nima? Shular asosiy 4 ta point o'shalardan skidka qilib beradi. Bizda o'zi asli kontraktimiz birinchi kurs uchun 6 ming yevro. Mhm. Scholarship bilan kelganim uchun 4 ming yevro to'laganman. O'sha 2 ming yevro Compass France chegirma qilib bergan. 4 ming. Yaxshi, 4 ming yaxshi. Nimaga qaraganda, Angliyani universitetlariga qaraganda ularda masalan 15 ming yevrodan boshlanadi-da. 15 ming, 20 ming, Yani 25 ming qimmat judayam. juda qarab. Shunaqa. Demak, ingliz tilini shu bakalavr davrida o'rganib boshlagansiz, to'g'rimi? Hmm. Siz bo'lmasa necha olgansiz? IELTS topshirganmisiz? IELTS topshirganman. 4-kursni boshidan olganman. O'sha Mhm, 6,5 olganman. mhm. Universitetingizga necha IELTS talab qilishadi yo'nalishingizga? Universitetga 6 so'raydi. Mhm, Compass France scholarshipiga 6,5. tushunarli. Uh, Demak, baribir Paris Saclay University'dan oldin boshqa ko'plab universitetlarga baribir topshirgansiz. O'sha aynan Paris Saclay University'ni tanlaganingizda asosiy sababi nima? Angliyaga yoki Germaniya yoki Shveysariya, Amerika universitetlariga ham topshirganmisizlar? Siz bo'lmasa qaysilariga topshirgansiz? Angliyani Birmingham degan institutga topshirganman.
Keyin Erasmus Mundus degan programma bor, unga topshirganman. Unda ham 4 ta davlatda tanlab o'qiysiz. Keyin a, Amerikada aniq ismi yo'q, Amerikaga topshirganman. Mhm. A, va Floridaga topshirganman. Floridada institutga qabul xati olganman. Nimaga Parij, nimaga o'sha Parij saqlay? Buning sabablari, birinchi sababi men o'sha boshida kelsak o'zi el yurtimiga bilamiz diplom kerak. Haqiqatda institutni bitirgan bo'lishi kerak, diplomingiz qo'lingizda bo'lishi kerak. Men 4-kursda, ya'ni o'rtasida, 4-kurs yarmida o'zi qabul xati olishni boshlayapman. E, O'zimni ya'ni tayyorlayapman, chunki men bilamiz el yurtimida har yil o'sha bahorda oxirlarida may yoki iyunda ochilardi. Bu paytda bizda diplom bo'lmasdi. Men o'sha qabul xati olib yurganimda o'zim harakat qilardim. O'zim grant yutishga harakat qilayotgandim yoki o'zim self funded qilib o'qishga harakat qilganman. Chunki el yurtimdan anaqa qilmaganman, kutmaganman. Chunki diplomim yo'q, aniq topshira olmasligimni bilganman. Keyin o'sha el yurtimida sal kechikdi o'sha natijalar chiqishi, e, ochilishi. Keyin topshirib bu anaqa bo'lgan. Nimaga Fransiya bo'lsa, o'qish arzonroq. Yani o'zingiz o'qisangiz ham bo'ladi. Kontrakt pulini aytyapman. Tuition fee. Ee, Keyin o'sha grant olganligim sabab bo'lgan Compass France scholarship'i. Keyin reytingi yaxshi dunyoda. Keyin 2 yillik sistemasi borligi. 2 yil sistemasi programma. Ya'ni bizda o'sha meni yo'nalishimni shunaqa tuzilgan. 8 oy birinchi kursda 8 oy o'qiysiz, 2-3 oy praktika qilasiz. Ikkinchi kursda o'zi 4-5 oy o'qiysiz, 6 oy praktika qilasiz. Ya'ni praktika borligi, ozmoz fransuz tili o'rganganligim, shu asosiy sabablar shular bo'lgan. Shu tanlaganman. Mhm. Shuning uchun Parij shahri yana o'sha shans bo'lganda, yana institutlar bo'lganda yana shuni tanlardim baribir. O'zgarmasdan. Boshqa yerdan bo'lsa ham o'sha Parij shahriga tanlardim. Mhm. Tushunarli. Uh, Demak, magistraturaga topshirdingiz, grant yutdingiz, borib o'qishni boshladingiz. Birinchi sezgan narsangiz nima bo'ldi ta'lim sistemasidagi bizdagi bakalavr? Yani, to'g'ri, u magistratura, lekin baribir farqlarni sezasiz-ku. Farqi juda katta ekan bu yerda. Men qolgan davlatlarni bilmadim. Qanaqa bu yerda e, birinchi kurs 4-oktyabrdek yetib kelganman. Sentyabrdan boshlangan o'qish kechikib yetib kelganman. Mhm. O'qish boshida ozgina ingliz darslar o'tadi. Ya'ni ingliz tilini to'g'ri o'qish degan darslar o'tadi. Keyin haqiqiy o'qish boshlanadi. Ya'ni bu yerda o'qish yo'q. Ertalab kiramiz Mhm. institutga. Misol 9:30 kiramiz. Shu bilan shu 5-6gacha dars bo'ladi. 5 kunlik sistemada dars bo'ladi bu yerda. Ya'ni 5 kun o'qishimiz. Haftada 5 kun o'qish. Shu ertalabdan kechgacha o'sha institutda bo'lamiz. Birinchi kursda shunaqa edi. Ya'ni endi o'zimizga taqqoslasa juda qiyin tuyuladi, chunki kuni bo'yi kuningiz faqat institutda o'tadi. Darslari 2 soat, 3 soat to'xtovsiz bitta fan o'tiladi yoki kuni bo'yi bitta fan o'tiladi. Ba'zi darslar 4 soat bo'ladi, ba'zi 4 soat konsentratsiyani yig'ib qarab o'tirish, tushunish, til muammosi boshida kelganimda eng qiynagani o'sha til muammosi bo'lgan, chunki fransuzlarda o'zini aksenti bor. Baribir men aylis olganim bilan akademik akademik tomonda yaxshi bo'lmaganman. Chunki farmatsevtik sohasini angliskada o'qimaganman boshida. Oldin Mhm. keyin shu vaqt talab qiladi. 2-3 oy sekin-sekin moslashish, kursdoshlar, o'qituvchilar, fanlar. Chunki fanlar ham yangi. To'g'ri, nomi masalan bir xil bo'lishi mumkin. Masalan, pharmaceutical engineering yoki biotechnology biz bilan bir xil nom bo'lishi mumkin, lekin boshqa narsalar o'tiladi bitta. Shunisi
boshida sekin sekin adaptatsiya, 2-3 oydan keyin sekin sekin hammasi iziga tushib ketgan. O'qish sistemasi lekin o'zimizga taqqoslasa qiyin. Faqat o'qish 8 oy davomida tanaffussiz o'qish bo'ladi. Hmm, Ya'ni o'rtada sizga qanaqadir 15 kun 20 kun tanaffus berilmaydi. Shu 23 sentyabrda boshlangan bo'lsa, o'shandan maygacha faqat o'qish bo'ladi. hmm. Stop, non stopdan stop yo'q. Demak, yozgi ta'til bo'ladimi? Demak, 3 oy davomida. Yozgi ta'til o'zingiz xohlang, endi praktikamiz bunaqa boshlanadi. Praktika 1-maydan boshlanadi. 2 oy qilishingiz kerak. May, iyun qilishingiz kerak. 2 oy eng kamida. Endi men 3 oy qilganman. Ya'ni 31-iyulgacha qilganman. May, iyun, iyul. Endi kimlardir xohlasa 4 oy qiladi, avgust ham qiladi. Xohlasangiz ham 2 oy anaqa 2 oy praktika qilib 2 oy dam oling. Xohlasangiz 3 oy qilib 1 oy dam oling. Xohlasangiz 4 oy praktika qiling. O'zizga bog'liq. No bo'ladi. Eng kamida 1 oy bo'ladi. Hmm, Avgustda dam olganman. yaxshi. Hech bo'lmasa bir oy barada olish kerak. Miyani O'zbekistonga endi u dam olish ham o'zi birlikdan maqsad sal chalg'ib olinglar. Chunki Hmm, ikkinchi kurs yanada qiyin bo'ladi. O'shanga tayyorgarlik. Va endi viza masalalari, chunki bizga vizani 1 yilga beradi. Viza, hujjat, dokumentatsiya ishlari, kvartira, yani shu o'zimizni muammolarimizni hal qilib olish uchun kimdir uyga borib kelib oladi. tushunarli. Shu uchun Endi menga qiziq narsa boyagi kurs moduls bor. Qanaqa kurslar o'tdingiz, masalan, birinchi yilda nima fanlar qo'yildi? O'sha haqida gaplashsa birinchi bo'ladi. yilda birinchi kursda 18 fan o'qiganman. 18 endi birinchi kurs generalda, endi birinchi kursda meditsina fanini ham o'qiganmiz. Misol birinchi farmatsevtikaga oid bo'lsa, biotexnologiya o'qiganman. Endi esimda qolgan farmatsevtika injenering o'qiganman. Keyin meditsinaniki saraton biologiyasi, saraton hujayra biologiyasi o'qiganman. Keyin qon haqida o'qiganmiz. Keyin virusologiya, bakteriologiya, keyin zamburug'shunoslik fanini o'qiganman. Yana qaysi fanlar? Keyin kimyo, medical chemistry deydi. O'sha meditsina kimyosi bor. O'sha eng qiyinlaridan biri. Shu fanlar jami 18 ta fan o'tilgan. 18 ta subject. Bu hammaga bir xil. Bizda unaqa tanlab o'qish anaqasi yo'q. Faqat biz tanlaymiz. Praktikalar tanlashimiz mumkin. O'sha o'quv jarayonlari davomida, misol biz praktikani tanlaymiz. 6 xil praktika bo'lsa, har bir odam 3 xil praktika tanlash huquqiga egadir. Ya'ni 3 xil praktika olasiz. O'sha praktikalar boshqa institutlarda bo'lishi mumkin, yoki o'zimizning institutda bo'lishi mumkin. O'sha bir hafta davomida o'sha ertalab 9 dan kechqurun 6gacha o'sha laboratoriyada berilgan topshiriq bo'yicha ishlanadi. Guruh bo'lib. Hmm, tushunarli. Sizni kursingiz nomi Drug Development of Drugs and Health Products, to'g'rimi? Bu yerda development of drugs bo'lgandan keyin ya'ni drug discovery degan qismi yo'q. Sizlar drug discovery qilmaysizlar, Qilamiz, qilamiz. qilasizlarmi? Biz endi asosan praktikada ko'proq u bo'yicha ishlaydi. O'zi kurs davomida pharmaceutical engineeringdan o'tdik. Mhm, Nazariy tomondan o'tamiz. Amaliy tomonda faqat praktikaga chiqib ketganimizdan keyin o'sha birinchi kurs oxirida, ya'ni kim yo'nalishiga qarabdi, misol kim tanlasa, hamma o'zini qiziqtirgan, kimdir RNA bo'yicha, kimdir DNA bo'yicha ishlaydi, mhm, kimdir nanoparticle bo'yicha ishlaydi, kimdir target delivering bo'yicha ishlaydi, ya'ni o'sha maqsadli yetkazib berish. O'zim birinchi kursdagi praktika, ya'ni praktika qilganimizdan keyin biz uni yozamiz, proyekt qilib, nima deydi, artikl shaklida yozamiz. Artikldan keyin o'sha Paris taklidida himoya bo'ladi, ya'ni защита bo'ladi. Biz uni himoya qilamiz. O'sha professorlar savol javob qiladi.
birinchi kursdagi praktikam o'zbekcha aytganda o'sha o't miya kasalliklari uchun dorilarni nanopartikllar bilan o'rab burun orqali bosh miyaga yetkazish bo'yicha ishlaganman. Hmm. Ya'ni o'zimizdagi normal dorilarni, masalan, tabletka, kapsula, o'sha o'shanaqa bosh miya uchun ichiladigan dorilarni biz o'zgartirib, ya'ni beriladigan administration route deymiz, ya'ni beriladigan yo'l, ya'ni og'iz Hmm. orqali emas, biz burun orqali nano zarralar bilan o'sha mayda zarrachalar bilan o'rab bosh miyaga yetkazib berish ustida ishladik. Bu pozitiv result, ya'ni yaxshi natija oldik. Bu amaliyotda sinaldimi bu? Shukur. Yo'q, biz in vitro laboratoriyada qildik faqat. Hmm. Bu hali endi bo'lyapti. Endi Hmm. keyinchalik endi in vivoga o'tkazadi kelasi yil. Chunki bu Hmm. ko'proq vaqt oladi. Endi nimaga biz in vivoda qilmadik? Birinchi o'rinda o'sha Animal House hayvonlar uyini boshqa shaharda haligi. Chunki Hmm. bunga ham hayvonlar boqilishi kerak, unga ham to'g'ri parvarish qilish kerak, ham ko'proq vaqt ketadi. Meni praktikam 3 oy. 3 oyda biz in vivoni qilolmaymiz. Hmm. In vitroni qildik. Tushunarli. Men o'sha qiziq jihati va o'sha in vitro qismini qanaqa qildingiz? Masalan, e, burundan bosh miyaga yuborish uchun uni modeli qanaqa bo'ldi? Laboratoriyada nimadan foydalandingiz? Mm, Bizda birinchi o'zi ishimiz birinchi nanopartikl tayyorlab olish. Mhm. Nanopartikl bu e, xuddi kapsulani ustidagidek u himoya qilib turadi. Mhm. Ya'ni burundan to bosh miyaga yetib borishi va bosh miyada o'sha bilamiz BBB baryeri, Mhm. blood brain barrier bor. O'sha baryerdan o'tkazish uchun o'tkazguncha boradi. Ya'ni shu asosiy ta'sir qiluvchimiz baryerdan o'tish uchun o'zi asosiy maqsadimiz. Birinchi o'rinda o'sha nanopartiklda o'sha ham zarrasi bor zaryadlarni birinchi nanopartikl tayyorlab olamiz. Birinchi ishimiz o'sha zaryadi, uni o'lchami o'sha burundan o'tishi kerak. Burundagi o'sha nerv, trigeminal nerv sistemasi shu olib o'tadi. O'shanga mos zaryad, o'shanga mos o'lcham tayyorlab, o'sha keyin BBdan o'tadigan o'sha to'siqdan o'tadigan bo'lishi kerak, kichkina bo'lishi kerak. Endi 300 dan past bo'lishi kerak. Nanometrdan. Aha. Birinchi o'sha ishni qilib oldik. Keyingi ishlarimiz nima bo'ldi? Drug release testi, ya'ni o'sha a, aktiv moddani nanopartikl bilan o'zimizda aktiv moddani biz aralashtirdik, uni quritdik, mana o'sha kukun holatiga keltirdik va uni ikki xil eritmada, birinchi ishimiz shu bo'ldi. Ikki xil eritmada qanaqa uzr, sal sekin gapiraman chunki tam translate qilish kerak Ha, to'g'ri. deganda. E, Uni ikki xil eritmada, ya'ni burun suyuqligini biz sun'iy sharoitda o'sha kimyoviy taxlab oldik va uni o'sha burun suyuqligida o'sha drug release, ya'ni ajralish testini qildik. Ya'ni o'sha burun suyuqligini sun'iy sharoitda taxlab, uni ichiga o'sha o'zimizda tayyorlab olgan o'sha nanopartikl va dorimizni ichiga solib, qancha vaqt davomida, masalan 15, 30, 45, 60 va 2 soat davomida qancha ajralib chiqishini tekshirdik va undan keyin bosh miya suyuqligini o'sha sun'iy sharoitda taxlab olib, ya'ni bu immuniy bir xil emas, similar, ya'ni unga mhm. yaqin bo'lgan suyuqlik tayyorlab olib, uni ham xuddi shu test, ya'ni drug release mashinasiga o'sha suyuqlikni solib, maxsus paketchalarga o'sha o'zimizda o'sha mavsumda nanopartikl va dorimizni solib ichiga o'sha drug release testidan o'tkazib, uni ham shu 15, 30, 45, 60, 2 soat davomida tekshirdik va qancha qancha shu vaqtlar davomida, shu interval davomida
qancha aktiv modda, ya'ni o'sha aytdim boshida anaqani o'radik, asosiy ta'sir qiluvchini o'radik nanopartikl bilan. Ya'ni bu testdan maqsad qancha vaqt davomida bizda aktiv ta'sir qiluvchimiz nanopartikldan ajralib chiqib ketadi. Burunda qancha vaqtda va bosh miyada qancha vaqtda o'shani tekshirdik. Uh, keyingi ishimiz keyingi ishimiz encapsulation testi bo'ldi. Ya'ni o'sha biz nanopartikl bilan o'ragan biz dorimizni hukm qildik. Ustiga nanopartikl qildik, eritdik birga va encapsulation testi qancha dori miqdorimiz, qancha dorimiz nanopartikl bilan yaxshi o'ralganini tekshirdik. Ya'ni Mhm. qanchasi encapsulated bo'lmadi, Mhm. qanchasi qoplanmadi nanopartikl bilan, qanchasi qoplanganini foizi bu test qildik. Bu ham muhim, chunki konsentratsiyaga ta'sir qiladi. Mhm. Bundan keyin sun'iy sharoitda o'sha burunni modelini taxladik. Ya'ni o'rtada o'sha burunni aniq o'lchami esimda emas. Burunni sun'iy sharoitda taxlab, bir tarafga o'sha burun suyuqligini burun suyuqligini o'sha taxlab, ikkinchi tarafga miya suyuqligini taxlab, biz burun suyuqligini ichiga o'zimiz asosiy moddani qo'yib, o'rta ulanadigan asbob bor. O'sha asbobimiz shu texnika shunaqa tuzilgan. Bu tarafdan, ya'ni burundan miyaga o'tishini tekshirdik. Ya'ni qancha modda miqdori, shu vaqti ham interval berilgan. Mhm. 15, 30, 45, 1 soat davomida o'sha qancha dori aktiv modda o'sha nanopartikl bilan qanchasi o'sha burun suyuqligidan miyaga o'tadi. Bu ya'ni o'sha burun, qachon biz burundan yuborganmizda burundan o'sha miyaga tekis borishini tekshirdik. Keyin infrared spektroskopiyasida, Raman spektroskopiyasida tekshirdik. Maqsad Bulardan maqsad o'sha dori moddamiz nanopartikl bilan o'sha o'ralganda yoki o'sha burun suyuqligi yoki miya suyuqligi bilan aralashganda Mhm. ularni kimyoviy strukturasi, kimyoviy xususiyati o'zgarib ketmaydimi? Bir-biri bilan reaksiyaga kirishish yoki kirishmaslik, shularni tekshirdik. Keyin TG deymiz, thermal gravimetry analizda, ya'ni TG asbobida o'sha o'lchadi. Anaqada TG testida biz o'sha qancha vaqtda bu tana harorati erishi, qancha asosan qancha vaqtda, qancha temperaturada erishi va o'sha tanaga kirgandan so'ng tana issiqligi, tana temperaturasida o'zgarib ketmasligini, o'shalarni tekshirishning asosiy maqsad. Jami jami 8 ta testda o'sha dorimizda in vitro usulida tekshirdik va Mhm. pozitiv natija oldik. Yaxshi. Hozircha shunaqa. Demak, har bitta bosqichdagi in vitro modeli yaratilib chiqilgan ekanda deyarli o'sha yerda. Hozir ozroq qiynaldik tarjima, chunki o'zbekchada buni ishlatmayapman, shunga ozroq. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Ayniqsa, jumlalarda ingliz tilida o'qigan bo'lsangiz, o'zbek tiliga tarjima qilib olishingiz qiyin bo'ladi baribir. Shunaqa ozroq qiynaldim lekin. Hech qisi yo'q. Yaxshi. Bu qiziq jarayonda, bu amaliyotda qo'llashingiz. Bu endi har qanday, masalan, miya uchun ishlatiladigan dori vositalariga bu modelni qo'llash mumkin bo'ladi, to'g'rimi? Biz o'zi endi tanlab olganmiz. Biz Parkinson kasalligi, endi butun bosh kasalliklar desa bo'ladi. Biz Mhm. Parkinson disease, ya'ni Parkinson kasalligini tanlaganmiz. Unga levodopa dorisini Mhm. anaqa ko'rganmiz. Har xil konsentratsiyada, uni ham 10, 20, 30, 40, 4 xil konsentratsiyada sinab ko'rganmiz. 10 milligram, 20, 30, 40.
Hmm. MG. Hmm, Zo'r, zo'r, zo'r. Uh, shunaqa. uh, keyin kurs modullarida menga qiziqda boyagi bioinformatics yoki nimalar zamonaviy computational metodlar o'tiladimi? Uh, protein dizayn masalan, target. Bu bo'yicha bizda hozir ikkinchi kursda anaqalarimiz bor. Ikkinchi kursimiz bizda tanlash, biz fanlar tanlaymiz, ikkinchi kursda Mhm, tanlaymiz. Ha, ya'ni Access deymiz bizda. Access 1, Access 2, Access 3. Access 3da da shunaqa bioinformatik va shunga o'xshash fanlar bor. mhm, No, men tanlagan anaqa Access'da, ya'ni men tanlagan subjektlarda u yo'q. No, mhm, bizda endi hozirgi paytda ikkinchi kursda hozir pharmaceutical engineeringdan drug deliveryda anaqa qilmayapti. Asosan nanopartikelga urg'u qaratilgan. Chunki hozir mhm. yaxshi rivojlanayotgan o'sha istiqbolli soha desak bo'ladi. Tushunarli. Shu hozircha. Nimaga bu savolni berdim? Chunki boshida aytib o'tganimdek, drug discovery qismi bormi deb so'radim sizdan. Hozirgi zamonaviy nimalarda dori vositasini yaratilishida in silico yordamida birinchi masalan har xil yo'llar computational metodlar yordamida birinchi dori vositasi yaratilib keyin nimaga o'tyaptida sinov jarayonlariga o'tyapti. Ya'ni avval bitta dori vositasini yaratishda bir moddani olasiz, uni o'sha kasallikka qanchalik foydali yo'qligini tekshirib qayta qayta masalan hayvonlarda sinaladida bu birinchi. E, lekin o'shani in silico ya'ni kompyuterni ichida modellashtirib qilish mumkin. Masalan o'shanga masalan e, o'shanga yaqin e, yo'nalishda qanaqadir kurs oldingizmi deb savol berdimda. U haqida e, kursimiz kursimiz yo'q, u praktikada o'zimni shu yaqin kursdoshim o'sha yamanlik Nuh degan kursdoshim o'sha men bilan men birinchi kurs praktikasini Vengriyada qilganman. Mhm, Seget shahrida, University of Segetda. Shu kursdoshim ham men bilan qilgan. Uni yo'nalishi shunaqa edi. Endi hozir esladim. Nu kursda qanaqa yo'q, praktika jarayoni, internshipda o'zingiz shunaqa mavzular topib tanlasangiz bo'ladi. Uniki shunaqa edi, ya'ni u hamma narsani kompyuterda, programda qiladi. Ya'ni u mhm, e, aniq eslashim, ya'ni oson qilib tushuntirganda, judayam ko'p praktika qilinmaydi, ya'ni judayam ko'p sinovlar qilinmaydi. Uni kompyuterda qiladi hammasini. Kompyuter bizga eng optimal, ya'ni qaysi grammda eng katta effektivlikda erishadi, qaysi pHda va doza qancha va qancha miqdorda o'sha erituvchida erishi, hamma ma'lumot sizga o'sha kompyuterda chiqarib beradi. Ya'ni zichligi, hamma informatsiya to'liq kompyuterda. Kompyuter o'zi oldindan predikt qilib beradi sizga, ya'ni qancha miqdorda modda qo'shishingiz, pHda qanchada ushlashingiz va qolganlarini kompyuter qilib beradi, esladim oldindan. Men o'zicha ishlagandim, kursdoshim ishlagandi o'sha bir-birimizga, chunki prezentatsiya qilib berganmiz, mhm. o'shanda esladim. A, bu masalan bioinformaticsda o'sha katta axborot data analiz qilinib o'shalar bilan ishlanadi. Men aytganim sal yo'nalish boshqacharoq, lekin hozirgi zamonda shu dori vositalarini yaratishda o'sha metodikalar masalan sun'iy intellekt yordamida yangi dori vositalarini yaratishda e, bu metodikalar qo'llanib boshlanadida qo'llanilib kelinishdi. Endi masalan oxirgi 5 yillikda juda kuchaydi. Ya'ni kelajakda dori vositalari e, yaratilishida laboratoriyani ichida mana e, qilinmaydiyu, kompyuterda amalga oshiriladi va undan bittada qanaqadir sintez qilinib e, birdaniga hayvonlarda sinaladida. Ya'ni bu bitta dori vositasini masalan yaratish 10 yildan 15 yilgacha vaqt olsa, vaqt Bu vaqt olganda, oladi. shunaqa fazalar bor, to'rtta fazasi bor. 10 yildan 15 yilgacha vaqt oladi. 1 milliarddan 3 milliard, 3,5 milliard
dollargacha nima ketadi, ya'ni bitta noldan dorini marketga chiqarishgacha. Bu esa o'shani vaqtini ham pulini ham ya'ni tejaydida. Hozirgi zamonaviy metodikalarni o'rganish kerakda. Demoqchi bo'lganim nimaga bioinformatics all this all this deganim, ya'ni kelajakda bu narsani har qanday shu nimaga ilmiy sohada kelayotgan kishi data analiz va bioinformatics yo'nalishi bo'yicha bilimga ega bo'lish kerak demoqchiman. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, agar bo'lsa shunaqa kurs olib qo'yganingiz foydaliroq demoqchiman. Men hammani siqishiga, kim bunga Shu qiziqsa, shu shu chunki shu soha katta, farmatsevtika bu katta bir rivojlanib ketyapti kundan kunga. Kimdir target delivery'ga qiziqadi, misol o'sha imni qancha og'risa yoki nima muammo bo'lsa, u imni o'sha yerga ta'sir qiladigan dori bo'yicha ishlaydi. O'sha nanopartikul bilan o'rab. Kimdir checking, masalan, in vitro, in vivoda ishlaydi. Kimdir neuroscience'da bosh miya kasalliklariga burundan или boshqa har xil, kimdir gel ishlab chiqaradi. Hamma qiziqishiga qarabdi, chunki soha katta. Hamma narsani biz tam bitta okean bo'lsa faqat o'zimizga keraklisini ola olamiz. to'g'ri. Shunaqada farmatsevtika katta, juda katta bitta yo'nalish bo'yicha ketishsa spetsialist bo'ladida. No, kimlardir ishlayapti, zo'r yaxshi soha, Mm, misol yaxshi vaqt tejaydi. Eng birinchisi vaqtni tejaydi. mm. No, hamma sekin bitta men или bitta siz yoki bitta kimdir kamlik qiladi bu sohaga. To'g'ri. Hamma sekin sekin. Yo'q, yo'q, to'g'ri. Masalan, nima deydi? Bu bo'yicha baribir aytmoqchi bo'lganim, ko'p tanishlarimdan nima deydi, bilyapman, kerak ekan. Ya'ni bu har qanday olim, har qaysi olim ilmiy sohada faoliyat olib borayotgan, masalan, tibbiyot sohasi bo'ladimi, boshqa soha bo'ladimi, e, ma'lumotlar tahlilini o'rganishi kerak bo'lar ekan baribir kelajakda. To'g'ri. E, Yaxshi u soha, o'zim qiziqqandim o'shanda, keyin men qiziqishlarim bu tarafga o'tdi, bo'ldi bu neuroscience'ga tushunarli. qaratilgan. Sizga eng yaxshi, sizga eng yoqqan model qaysi bo'ldi? Qaysi modelni maza qilib o'qidingiz? Eng yoqqan fanlarmi? Pharmaceutical engineeringda biri va ikkisi. Biri o'sha barcha o'sha farmatsiya dorilar haqida, yumshoq dorilar, qattiq, tabletka va uni amaliyotda qilib ko'rganmiz. Amaliyotda o'zimiz o'sha tabletkani hamma narsani noldan boshlaymiz. O'zimiz shu yordamchi moddalarni, asosiy ta'sir qiluvchilarni hammamiz tanlab, o'zimiz o'sha tabletka apparat bor. Mhm, O'sha Germaniyadan keltirgan presslovchi apparat. O'zimiz aralashtirib, o'zimiz tayyorlab, o'zimiz qo'shib, o'zimiz tabletka yasab, o'zimiz o'sha erish testini qilib, o'sha aktiv moddani shu drug release testini qilib, ya'ni qancha vaqt davomida qancha asosiy ta'sir qiluvchi ajralib chiqishini tekshirib, e, barcha protsesslarni qildik. O'sha pharmaceutical engineering biri bu o'tgan yil o'qiganim. Hozir ikkisini o'qiyapmiz. Endi davomi bu asosan nanopartikellar haqida. Nano o'sha nanokaryerlar, ularni turlari haqida. Shu ikkalasi. Undan tashqari cancer cell biology degan fanimiz bor. Ya'ni o'sha saraton hujayra biologiyasi, o'sha saratonda qanaqa rivojlanishi, nimaga o'sha davolash judayam qiyinligi, ko'p vaqt olishi. Bundan tashqari keyin virusologiya fanini, shu butun juda ko'p viruslarni, shu covidgacha hamma tayplarini, ya'ni turlarini o'rganib, ular haqida ma'lumot, ya'ni o'sha ular RNAmi, DNAmi, qanaqa tarqalishi, qanaqa treatment, ya'ni qanaqa davolash usullari borligi, shu haqida o'rganganimiz. Undan tashqari biotexnologiya juda qiziq o'tgan.
biotexnologiya o'sha bioreaktorda larda ishlaganmiz. O'sha bakteriyalarni o'zimiz sun'iy muhitda o'stirib, parvarishlab ularni, ularga o'sha antibiotiklar, o'sha penitsilin, e, turli xil antibiotiklarni ta'sir qildirib ko'rganmiz. Ya'ni qaysi antibiotikda ko'proq bakteriyalarni o'ldirishi, shularni tekshirganmiz. Ya'ni o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Bundan tashqari yana qaysi var? Medical chemistry va kimyo juda qiyinroq. Juda to'g'risi qiyinlik. Hozir ham misol qiyinlik qilyapti. O'zi kimyoda yaxshiman. No, bu kimyo, bu boshqacha kimyo. Medical chemistry nomi shunaqa. Asosan organik, e, birinchi kursda shu organik, inorganik bilan bo'lgan. Hozir ko'proq organik. E, Bundan tashqari analytical science degan anaqamiz bor. Boshida to'g'risi o'zim o'qiyamiz, bunaqa sal qiyinroq bo'lgani uchun nimaga biz o'qiyapmiz bu mantiq topmaganmanda. Keyinchalik praktikaga chiqqandan keyin o'rganganman. Chunki analytical science bu e, biz o'sha ishlatayotgan TG, o'sha barcha ko'plab shu spektroskopiya usullari, NMR yoki o'sha HPLC deymiz, suyuqlik xromatografiyasi, hammasini o'shanda nazariy o'rgatadigan fanda. To'g'ri, misol boshida misol qiyin qilish mumkin, keyinchalik o'qib boraversa, shuni o'qib qo'yaversa, keyin amaliyotda ko'rib, keyin tushunganman. Shunda shuni o'tgan ekanmiz. O'sha masalalar beradi, qanaqa hisoblash. Shu analytical science. Keyin farmakologiya, toksikologiya degan fanimiz bor. O'sha o'zimizning institutda Moodys Lab'da professorlar o'tadi. Qiziq fan, o'sha neurosayensga asoslangan. Shundan keyin o'zi neurosayensga qiziqqanim, keyin bu o'sha praktikamda o'sha neurosayensga aloqador bo'lgan o'sha internship tanlaganman. Qiziq, shu fanni deyarli hech qaysi fanni misol qilmayapman. Bu iloji ham yo'qda, chunki ba'zi examlarda yiqilganman. Professorlar examlarda yiqilsangiz bitta imkoniyat beriladi, ikkinchisida bo'ldi. Bitta plus qayta topshirish, ya'ni reset bitta. Ikkinchisida o'zi bo'ldi. O'sha yiqilganimda o'zingiz borasiz, professorlarga email yozasiz, qachon vaqti borligini so'rab, ofisga borib ko'rishib, qaytadan o'sha exam paperlaringizni olib, examda savollarni bitta ko'rib chiqiladi, tushuntiriladi. Yuragidan tushuntirish juda yaxshi ko'raman. O'qituvchilar juda mehribon, lekin addush so'raydi, lekin unaqa shunda aytganda, shu bitta yo'l bor degan, bitta yo'l examdan o'tasan degan. Qaysi yo'l deganda, shu faqat o'qiysan, o'tasan deganda. O'sha cancer cell biologyda qilganmanda, shu saraton hujayra biologiyasida qilganman. O'shanda o'sha o'qituvchi aytdi, men ishonaman, короче, sen o'tasan, boshqa yo'ling ham yo'q degan. Bitta nimadir qilib o'tmaysan, o'qiysan degan. Yaxshisi, keyin o'qidik, o'zi ham tushuntirdi. Hamma o'qituvchi shunaqa, misol yurakdan astoydil qilamiz. Kimyo o'qituvchilarimiz ham yaxshi. Menga hammasi yoqadi. Misol fanlar men yangi bo'lishi mumkin, qiynalgan bo'lishi mumkin, lekin hammasi foydalida. Qisman bo'lsa ham foyda olamiz. Hamma fan deyarli aytaman, shu 18 ta o'qigan bo'lsam, hammasi misol to'g'ri. hammasi kerak sizga. Kerak emas narsa yo'q, o'tilmaydi, kerak emas. Boyagi aytganingizdek, nazariyani o'qiganingizdan keyin nimaga o'qiyotganingizni tushunishingiz uchun amaliyot kerakda. Masalan, biz ham bakalavriat davrida farmatsevtik kimyo o'tganmiz, to'g'ri? Adashmasam, sizlar ham o'tgansizlar. O'tgan. Instrumental tahlil bor, farmatsevtik kimyo bor. O'shanda masalan, xuddi aytganingizdek, HPLC ham, masalan, spektrofotometrlar ham yoki atom absorpsionniy spektrofotometr yoki gazoviy xromatografiya, hammasi o'tilganda
nazariy jihatdan. U yerda kitobda siz o'qiysiz, masalan, narsalarni tushunasiz. Agar uni amaliyotda ko'rmasangiz, baribir mohiyatiga yetmaysizda unchalik. A, hozir hozirgi men ish joyimda, ishlayotgan joyimda biz dorilar tahlil qilamiz. Biz o'sha yerda o'tgan hamma narsa laboratoriyada borda. HPLC ham bor, SF ham bor, gaz va xromatografiya ham bor. Ya'ni har bir tahlil turlarini biz o'sha laboratoriyada qilamiz. Ya'ni qo'limiz bilan ko'rib mohiyatiga yetib qilamiz. Amaliyot o'shaning uchun juda katta nima beradida, bilim beradi desam bo'ladi. amaliyotda amaliyot anaqa 8 oylik anaqa nazariyani ko'rsatib beradi. Shu Hmm. amaliyot muhim. Agar amaliyot bo'lmasa, chunki misol aytyapsiz, misol xromatografiyalarni turlari bor. Faqat men HPLC bo'yicha ishlagan bo'ldim. Men HPLCni bilaman. Hmm. Bo'ldi. Misol men TG o'sha gravimetriyani bilaman. Bo'ldi. Faqat to'g'ri, misol amaliyotda ko'p o'tgan Mhm. bo'lsam ham, hammasini o'tgan bo'lsam, men ularni eslab qolmaganman. Faqat men Mhm. nazariyada ko'p o'qigan bo'lsam ham, ko'p bizga aytgan bo'lsa ham eslab odammiz. Eslab qolamayman. Faqat HPLC bilan ishlaganim uchun HPLCni bilaman. Или shunaqa Ha, drug release hammasini o'zim ishlagan bo'lsam, shular ko'proq esda qoladi. tushunarli. HPLC'da Tavsiyamlar. HPLC'da dorini shu miqdorini tahlil qilganmisiz? To'g'ri. Tushunarli. Qancha aktiv qolganmiz. Hmm. Zo'r. Amaliyot juda muhim. Hozir amaliyot kutib turibmiz. Amaliyot a, juda qiziq ham bo'ladi. Ish baribir boshqacha ish. Hozir bu yerda bosim, ekzaminlar bor, bosim, qiyinchilik yo'q, hammasi qilib turadi. Amaliyotda faqat bo'ldi. Ertalab turasiz, ishga borasiz, ishlaysiz, keyin kutubxonaga borasiz, kutubxonada ishlaringiz tugatib, keyin uyga kelasiz. Bo'ldi. zo'r. Amaliyot hozir endi ikkinchi kursda ham o'sha nano zarrachalar bo'yicha ishlash shunaqa planim turibdi. Uni Mhm. faqat endi vitroda ham, endi vivoda ham, endi ikkalasida ham Mhm. Mhm. Tushunarli. ko'ramiz. Qani, Zo'r. Xudo xohlasa. A, qarang, endi bu magistraturada tugatganingizdan keyin doktoranturani ham keyinchalik davom ettirish niyatingiz bormi? Undan keyingi rejalaringiz qanaqa? Doktorantura ham ilmiy sohami yoki O'zbekistonga qaytib kelgandan keyin boshqa bir yo'nalish tanlaysizmi? Unaqa boshqa rejalaringiz qanaqa? Borgandan keyin boshqa yo'nalishga tanlamaydi. Shu yo'nalish kengayishi mumkin. Misol o'sha nano partikellar bilan Mhm. qo'shilishi, masalan, drug discoveryda sal ko'proq target delivering, ya'ni o'sha yangi sohalar chiqsa, o'shalarni o'rganib, misol shu Mhm. sun'iy intellekt bilan bog'liq sekin kengaytirish. Sohani butunlay, misol hozir drug developmentmi, tam biotexnologiya или boshqa anaqaga o'zgarib ketib qolmaydida. Mhm. Yoki neurosciencega bo'lib ketib qolmaydi, yoki ichki kasalliklar bunaqaga bo'linib ketmaydi. Bilmas soha sal qo'shilib kengayishi mumkin. O'zbekistonda ishlaymiz. Qani ko'ramiz. Agar PhDga bo'lsa, PhDga yaxshi joy bitam oladi. PhDga misol hozirdan o'zi offerlar o'zi boshlangan. Kim xohlasa, e, 4 yil PhD qilinadi. Bu yerda. Tushunarli. El-yurt umidi bilan ketgansiz, baribir siz majbursiz qaytib kelib ishlashga 3 yil, to'g'rimi? Mm, qaytib qaytib Uch borish kerak. 3 yil ishlash kerak. O, keladigan joylaringiz avvaldan belgilangan yo o'zingiz tanlaysizmi? Qayerga kelmoqchisiz? Endi to'g'risi ish bo'yicha kafolat xatini o'sha o'zimizda Oybekdagi farmatsevtika institutdan olganmiz. Mhm. No, o'zimni planim yerga qaytib borish emas, to'g'risi. O'sha Farmapark ya'ni sog'liqni saqlash vazirligiga shu ikkalasida bittasiga xudo xohlasa borib ishni boshlaymiz. Mm. Endi qani Tushunarli. ko'ramiz. PhD hali to'g'risi meni planimda hozircha PhD yo'q. Может, keyinchalik Mm. o'zgarib qolib. Chunki PhD ham shunchaki PhD emas, 4 yil umringizni sarflaysiz. Mm. Hazilakam vaqt emas, 4 yil katta muddat. 4 yil boshqa davlatda. To'g'ri, va o'zingiz Qani ko'ramiz.
A, chunki 4 yilda o'zingiz o'shanga dedication qilishingiz kerakda baribir yaxshi bir ilm qilish uchun. Bu oson emas baribir. O'ylab tanlash Shunaqa kerak, qilish juda emas ko'p bu. faktor. Faqat bitta masalan pulim bo'lsa, tipa grantim bo'lsa, Mm, PhD qilamanmi? Bu tayyor bo'lish kerak qayerdan o'zi ham. Misol ham 4 yil, keyingi 4 yil bo'ldi. Boshladingizmi, bo'ldi. Tugatib chiqish kerak endi boshlamaslik kerak. mm, Boshlab 1 yildan keyin yoki 2 yildan keyin tashlab ketib, unaqa bo'lmaydi. narsa, Mm, yo'q, unaqa narsa xato. Shuning uchun ko'p narsalar oila, boshqa joy, shunaqa narsalar o'ylab, mm, keyin qaror qabul qilsa bo'ladi. to'g'ri. Hozircha shu endi planni ko'ramiz, xudo xohlasa. Bitirib olaylik birinchi o'rinda hozir. Chunki ikkinchi kursda ham zashtamiz bor, u juda jiddiy bo'ladi. Yani, Mm, serьезно 6 oy praktikani himoya qilamiz. Bizda unaqa dissertatsiya yozmaymizda. mm, O'sha yozgan report deymiz. Yozgan reportimizni himoya qilamiz. Prezentatsiya qilib beramiz. Birinchi, keyin dasta qilamiz. demak, Hozircha shunaqa. zo'r. Demak, o'qish o'qish davomida bo'lgan eng katta qiyinchiliklardan biri borganingizdagi birinchi tilni darajasi, ya'ni akademik darajada o'qish, ya'ni biz uni o'tmaganmiz. Boshlash qiyin bo'ladi. Ha, Mm. Ikkinchi, birinchi o'rincha uh, English. Birinchi o'rin o'sha til baryeri bo'lsa, til to'sig'i bo'lsa, ikkinchisi fanlar. Fanlarni yangiligi desa bo'ladimi? Asosan hammasi tilga borib taqaladi, menimcha. mm, Boshqa qiyinchilik. endi Exam formatlari boshqacharoq bo'lishi mumkin. Bitta prezentatsiya qilasiz, aniq attendance o'sha darslarga kelishingiz. Bizda majburiy, ya'ni kelishingiz mm, majburiy emas. Hamma bir-birini hurmat qilish kerak deydi. Bo'ldi, misol. Sizga tam bugun kelishi shart deyilmaydi. Shunchaki inson sifatida hamma bir-birini hurmat qiladi. Bo'ldi. Siz o'qituvchini, o'qituvchi sizni hurmat qiladi. Bo'ldi. Shuning uchun hamma boradi. mm. Keyin o'sha written exam, yozma exam bo'ladi. Hammasi to'planib baholanadi. Nima bitta narsaga qarab chiqarilmaydi baho. Mm, tushunarli. Qilinib, Boyagi hozir qarang endi, shu sizni yo'nalishingizga, sizni magistratura dasturingizga kimdir topshirmoqchi bo'lsa, niyati bo'lsa, uni qanaqa shartlari bor, nima kerak? Masalan, til darajasi qanaqa bo'lishi kerak? Qaysi oyda tayyorgarlik ko'rib boshlash kerak? Ya'ni hmm, o'sha yerga topshirmoqchi bo'lganga yo'l yo'riq desa, o'shani aytsak. shuni sohaga aylasi 6 bo'lsa, endi qancha aylasi yaxshi bo'lsa, o'ziga yaxshi. Mhm, Minimal 6 bo'lishi kerak. Bu programmaga avgustda, yanvarda, har yili yanvarda 15 sanasida ochiladi. 3 oy ochiq turadi. mhm, Anaqa application 3 oy ochiq turadi. Asosan shu motivation xatni yozadi, baholarga qaraydi. Asosan bahoga qaraydi. Bo'ldi. Aylis aylis shu 6 minimal talabni bajarsa bo'ldi. Bahoga motivation letter, recommendation letter yuboradi. A, Shular baho, diplom olmagan bo'lsa ham 4-kurs topshirsa bo'ladi. Transkript qilib topshirsa bo'ladi. Yaxshi joy, misol dunyoda ham o'sha top 100talikda turadi. Misol akademik tomonlama, ya'ni Arvu bilan har xil anaqa QS, Arvud har xil turdagi rankinglar bor. Arvuda misol mhm, hozir ko'tarildi. 13 ga ko'tarildi. 14-15 edi. Sekin-sekin. Ya'ni akademik tomonlama o'sha mhm, baho, Inquest ular boshqada. Inquestda ham yaxshi reyting 100talikda turibdi hozircha. Harakat oldinga progress ketyapti. Yaxshi institut, kontrakt ham misol arzon, ну, bemalol aytaman, arzon. Почти mhm. tekin desangiz ham bo'laveradi. To'g'ri. Chunki o'zimizda ham ba'zi institutlar o'zi shu qatorda kontrakt. Mm. Shu bor, masalan, ba'zi xususiy universitetlar bor, o'sha 4 ming, 5 ming. Shu reytingga grantlar olsa bo'ladi. Bular maksimal harakat qiladi. Misol hukumat ham grantlar e'lon qilib,
o'zida qiziqishi bo'lsa harakat qilib olsa bo'ladi. Ozroq shu fransuz tilini ham bilsa. Chunki bular ko'pchilik o'zi bular anaqalar fransuz tilida gapirishni yaxshi ko'radi. O'zini tilini hurmat qiladigan, Mm, o'zini tilida gapiradigan odam shu fransuz tilini ham o'rganib qo'ygan. O'zi uchun shunchaki foydali, mm. tanish bilish orttiradi. Shular asosan shu baholar. Ha, sir bo'lmasa Bahoga sizni diplom balangiz yoki GPS necha bo'lgan? diplom oldim 87 bo'lgan. Yaxshi. 80. Bo'ladi, 70 dan baland bo'lsa bo'ldi, 70 dan baland bo'lishi kerak. Tushunarli, Bo'ladi. tushunarli. Demak, kamida 6, undan yuqori bo'lsa yaxshi. Demak, qabuli yanvarda 15-ida ochiladi. Mart martni yarmigacha adashmasam. Martdan Mm, mart o'rtalarigacha shunaqa. Yaxshi. Mart Zo'r, o'rtalarigacha ochiq turadi. mm, zo'r topshirish kerak. Nima deydi? Endi xarajati, yashash hayotini haqida gaplashsak, agar siz 50 metr yutmaganingizda, o'zingiz masalan ketmoqchi bo'lganingizda, sizga cho'ntagingizdan qancha pul sarflagan bo'lardingiz oyma-oy, masalan, kontrakt masalan yillik $4,000 desangiz, kontraktdan tashqari umumiy hamma xarajatlaringizga qancha ketardi? Yeb ichishingizga 200-300 oyiga, endi bu minimalka deydimi, bu Mhm, o'rtacha normal hayot pulida, mhm, ya'ni siz judayam pastga tushib yashab ketmaysiz. Yeb ichishingizni o'ziga, ya'ni kvartirani topishingizga, misol yotoqxona ololsangiz, e, yotoqxona bo'lmasa kvartira olsangiz, kvartira ham 400-500 yevro atrofida, ya'ni bu anaqa pastroq, o'rtacha 400-500 mhm, o'rtacha. Umumiy hisobda shu 700-800 yevro o'sha xarajatingiz, bu bor mhm. xarajatingiz, ya'ni Ha. ishlatilishi kerak bo'lgan shu 700-800. Demak, 1,000 yevro bilan 1,000 yevro bilan yashash, kvartirada yashash, ya'ni xarajatlaringizga o'ziga yetadi. Demak, bu taxminan bir 12 oyga hisoblasak, 12,000 yevro desa bo'ladi. 12 ming yevro yetadi. Demak, 12,000 yevro, keyin kontrakt 4,000 desak, demak 16,000, 15,000, 16,000 yevro bir yillik xarajat desak bo'lar ekan. Demak, qarang, ishlash imkoniyati bormi magistraturada, masalan, o'qishdan tashqari? Ish topish ehtimoli qanaqa? Fransuz tili bilish kerak Mhm, birinchi o'rinda. Angliskiy bilan keyin iloji bo'lsa kerak ingliz tili bilan. Ikkinchidan, o'zi programmangizda agar bo'sh vaqt bo'lsa, mhm, programma o'sha anaqa dasturingizda, o'sha mhm, yo'nalishingizda topsangiz bo'lishi mumkin. Shu restoranlarda, shu ofitsiant, shunaqa yordamchi magazinga bo'lishi mumkin. Atay programma, bizda programmada iloji yo'q ekan. Chunki mhm, o'zi ertalabdan kechgacha o'zi charchaysiz, o'zi buyog'i keyingi kunga tayyorgarlik, o'zi ovqat qilishingiz kerak. U odamni dam olish kerak tana. mhm. Shu o'zi tugab qolamiz uchun. To'g'ri, mana bu kurslar baribir juda bir-biriga nima deydi, his qo'yilgan bo'ladida, bu to'g'rimi? Intensiv bo'ladida, baribir. O'zi mentalniy charchaysiz, misol ertalab 9da kirasiz, 12da chiqasiz, 3 soat dars bo'ladi, keyin 2 soat tanaffus, obed, Mhm, lunch time bo'lsa. Lunch time'da 1 soat ovqatlansangiz, 1 soat shu kutubxonaga kirib ishlaringizni qilasiz. Yana shu 2dan soat 5gacha, 2dan ikkita dars bo'lsa 6gacha dars bo'ladida. O'zi mentalniy charchaysiz, o'zi ishlaringizni sizga o'zi qo'l miya mhm. o'zi yopiladi. To'g'ri. Keyin baribir uni keyin darsini qilish kerak, vazifasini bajarish kerak bo'ladi. Ish bilan Kelasi deyarli kun imkoni bo'lmay qoladi, to'g'ri. kelasi kunga. Lekin eplaganlar bor. Endi bitta ikkita chiqishi mumkin, misol Mhm, bitta kursdan bitta ikkita chiqishi mumkin. Bu ham qiyin, chunki hozir bizda birinchi kursda biz 30ta bo'lsak, почти yettigacha o'zi ikkinchi kursga o'tmadida, ikkinchi kursga o'tolmadi. Yani shu ichidagi qilgani ham bor, ichida xohlamay o'qimaslikni tanlaganlari ham bor, o'qishni xohlamaganlari ham bor ikkinchi kursda. Shuning uchun mhm, 7 kishi jami ketdida biz, ya'ni 7 kishi tark etdi biz. mhm. 23 kishi qoldik. Tushunarli. Baribir eng optimal variant
biz uchun ya pul bo'lishi kerak, boy boy bo'lishingiz kerak. 15 ming yevro pulingiz bo'lishi kerak yoki optimal variant 50 yurtum uydi. yoki turli Yaxshisi. xil grantlar olish Ya- kerak. yoki Shunaqa boshqa grantlar, ha, to'g'ri. grantlar baribir konsentratsiya va ishga anaqa bo'lsa bilan chalg'ib. Chunki men shunaqa odamman, ishdan ko'ra, misol ish izlashdan, ishdan ko'ra, da menda hozir scholarship borligi uchun ayta olamanda, ishdan ko'ra o'sha birorta konferensiya qidiraman, или Mm. qisqa internship или sayohatchalar qidiraman, misol shunaqa grantlar chiqadida, Mhm. или internshiplar qidiraman. Internship topish ham juda qiyin bu Yevropada. Misol ishlar o'zi oson emas. Bu yerda misol internshipda ham raqobat juda katta. Misol Parijdan o'tgan yili topolmaganman-da, topolmay Mm. o'sha uchun Vengriyada topib, Vengriyaga ketganman. Mm. Hamma narsaga raqobat juda katta. Man shu o'zimni sohamni ayta olaman. Raqobat, chunki biz 30tamiz ham, masalan, bitta laboratoriyaga yozsak 30tamiz olmaydi. Olsa bitta ikkitamizni oladida. Qolgan 28ta. Shunaqaroqda raqobat qiyinda topish. Mm. Bunga vaqt ketadi demoqchiman. 3-4 oy davomida misol men o'zi yanvardagi internshipimni hozirdan o'zi anaqa qilyapman. Hozirdan sentyabrdan o'zi hal qilib. Chunki keyin yaqinlashib boraversa o'zi topish ham qiyinlashib ketadi. O'zi qolganlar olib qo'yadi. Yaxshi mavzular bo'lsa, qiziqarli bo'lsa, o'zi qolganlar tanlab olib qo'yaveradi. Shuning uchun hamma narsani oldindan harakat qilib qilishga, shularga vaqt sarflagani yaxshiroq deb bilaman. Shu konsentratsiya bitta joyda bo'ladi. O'qishda yoki praktika topishda, o'zingiz ishlaringizni qilishda. Ishlasa chalg'iydi baribir, qiynaladi. O'qish ham keyin o'ziga yarasha bo'ladi. O'shaning uchun grantni ahamiyati juda kattada. Ammo o'zi ikkinchi kursga o'tolmaydi. Ikkinchi kursda shunchaki yiqitib yuboradi. Bo'ldi, ikkinchi kursga. Birinchi kursda misol amallab mayli birinchi kurs tugatadi ham, ikkinchi kursga o'tkazmaydi o'zi. Mm. Tushunarli. Xayrlashamiz deydi. Mm. Bu Fransiyani madaniyatini qanaqa boshida o'tkazdingiz? Qanaqa culture qanaqa, hayot qanaqa, hayot tarzi qanaqa? Bu yerda sal boshqacharoq endi bu yerda. Bilsangiz, Shu madaniyat esa bilaman. qiyinroq bu yerda endi bunaqa. E, No, umumiy olganda, umumiy umumiy olib bilmadim endi. O'qituvchilarim yaxshi, fransuzlar o'qituvchilarim yaxshi. No, bu yerda erkinlik, hamma narsa chikim ishi yo'q, misol hamma narsa ochiq. e, O'sha aytamiz, jinsni o'zgartirish yo hamma narsa erkin. Chunki o'zimni kursdoshlarim ham borda. Misol bo'ldi, ha, kursdosh sifatida qaraysiz, bo'ldi, misol endi majbur sirtda o'qiyapsizmi, undan jirkanishga или там unga noto'g'ri gap gapirish, siz gapirishingiz tanaqa emas, chunki qonunan ну, bularda sal himoya bor. Shunchaki hamma bir birini hurmat qilsin, bo'ldi. Faqat kursdosh sifatida bo'ldi. O'sha dars hmm, davomida salom alik, bir birimizni taniymiz, bo'ldi. Misol darsdan keyin hamma o'z o'zini ishiga ketaveradi. tushunarli. Ну, yaxshi. Men hozircha normal unaqa, to'g'ri, misol qanaqadir minus tomonlari ham bor. Minuslarni olmaymiz, plusiga asosan e'tibor. Tushunarli. Tushunarli. Shunaqa. Yaxshi o'qituvchilarim yaxshi, hamma fransuz o'qituvchilarim. To'g'ri. Fransuz tilidan Yordamchilar. fransuz tilidan kurs oldingizmi? O'zi birinchi kursda fransuz tilidan besplatno tekin kurs beradi, besplatno kurs taklif qiladi. O'qigan, 3 oy o'qiganman, A2 darajasini tugatganman. Ozmoz gapirishdi, no, ko'chada suhbat qilishni bilaman. Yetadi. Nima deydi? Mana fransuz tili ham jahon tillaridan biri, ya'ni eng chiroyli til Eh, sifatida qabul qilinadiyu. Qanaqadir shunaqa. fransuz tilini ham bilish bir qanaqadir prioritet deymizmi? Chiroyli, Bilgan yaxshi yaxshida. til, misol Hmm. ko'p odam ham foydalanadi. Hmm. Ozroq qiyinchiliklari bor-u, Yeah. shunaqa. Hmm. Bu hayot shunaqa. Ertadan yana dushanba, yana o'sha hayot.
Yana o'sha o'qiymiz, boramiz. Yakshanbani kutib yashayapmiz hozircha. Hozir shunaqa. To'g'ri. Menimcha hamma narsa gaplashdik. Menimcha ancha Ha, foydali. Hamma narsa hamma narsa tugadi menimcha. Gapirib mm, bo'ldik. To to'g'ri. yaxshi joy o'qisa bo'ladigan. O'qish uchun faqat o'qish bo'lsa niyati, keladigan joy. E, Mm. Yaxshi narsalar o'rgansa bo'ladigan joy. Laboratoriya hamma narsa bor. Misol texnika tomonlama muammo yo'q. Или mahsulot, e, komponentlar hamma narsa bor. Qiziqsa, o'zi xohish bo'lsa, bor, muammosi yo'q. O'qish kerak baribir. Chet elda tajribasini Shunaqa. olib kelish kerak. Uni kelajakda mayli siz PhDni davom ettirmasdirsiz, lekin o'sha tajriba muhimda baribir sizga. Bu yoqqa qaytib kelganingizda o'zimiz. Shunaqa. Mm, Oy, shunaqa borgan institutlarimni hozircha, misol Vengriya, Bet, Barselona, shu harakat qilaman ko'proq kontakt bo'lishga, ko'proq ular bilan shu yaqinroq bo'lishga. То есть keyinchalik kelganimdan keyin, qaytib ketganimdan keyin kimdir может shu institut bilan aloqa qilarmiz, korporatsiyalar qilib, hamkorlik qilib, o'quvchilarni exchange qilishga, misol tajriba, a, praktikalar qilishga yuborsa bo'ladida. Chunki mm, Segitda qildim. O'sha hozir Farmapark bilan o'zi anaqasi bor. Korporatsiya qilyapti, hamkorlik qilyapti. Ha, o'shanda borganimda shu qo'limdagi yetsa harakat qilganman shu hamkorlik qilishga farmatsevtikasi bilan. Parijda ham bor o'sha neuroscience bilan qiladi hamkorlik. mm. Endi Xudo xohlasa Ispaniya yoki o'zim xohishim o'sha Germaniyani ko'zlab turibman. Endi qaysi o'xshasa ham borib o'sha hamkorlik qilib ular bilan ha, praktikaga odam yuborsa keladigan joyda, chunki sizga chin ko'ngildan o'rgatadi. Bo'ldi, sizda bitta anaqa shu moliyaviy tomondan kimingizdir bo'lsa, или davlat или kimdir bo'lsa, scholarshipiz yoki bular bo'ldi o'rgatadi. Sizga hamma narsa tekin, hamma narsani laboratoriya o'zi beradi, qiladi. Shunaqa Muhimi, ketyapmiz va borgan joyimizni endi ko'ramiz. mm, Xudo xohlasa. muhimi baribir katta tajriba olib kelasiz baribir. Xudo xohlasa shuni harakatidamiz endi. Mm, yes. Menimcha Nasib bo'lsa. mm, menimcha suhbatimizni ham yakunlasak bo'ladi. Uh, Sizni nima deydi, shuncha tiqis vaqtingizga qaramay rozi bo'lib vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Katta. Ya bo'lsa anaqa katta rahmat. Kecha anaqa bo'lmay qoldi kecha. Vaqtim anaqa bo'lib qoldi. Katta rahmat sizga ham atak. Yaxshi. Shunaqa bolalar bo'lsa qiziqqaniga endi o'zi kontaktga chiqsa shu temani Ho'p, tushuntirib, endi o'ziz ham har xil bolalar bilan misol anaqa Abdulaziz bilan ko'rdim suhbatlaringizni yaxshi. Misol mm, o'sha u- hamma davlatni olyapsiz, ko'ryapsiz, shunga qarab mm, o'sha rekomendatsiya berib qilsangiz, shunaqa. ularga ham o'zizga ham hammaga yaxshi. Endi harakat qilyapmiz qanaqadir videolardagi kamchiliklarni sekin sekin har bir videoda to'g'irlab borishga, ortiqcha keraksiz narsalarni qo'shmaslikka harakat qilyapmiz. Endi sekin sekin rivojlanish bo'ladi deydi. Sekin sekin ya oxiri Mm, bittada hech kim anaqa zo'r bo'lib chiqmagan, sekin sekin oldingilarni mm. yaxshilanib. O'zimda ham niyatim bor baribir. Keyingi yilmi, undan keyingi yilmi baribir borib magistraturani o'qish. Nima deydi? Angliyadami, Fransiyada balki Germaniya, balki Amerika, balki Shveysariya deydi. Hozir e, hozir suhbat tugatib qo'ysak ham bo'ladi. Ha? Rekording o'chirib qo'ydingizmi? Yo'q, hozir endi o'chiraman. Menimcha hozir 7 minut, 8 minutlar qolibdi. Rekordini o'chirib qo'yaman hozir. To'xtatib qo'yaman.